4 qavatli gостиницamiz ham bor. Xo'p. Bemalol o'sha yerda kelgan mehmonimiz yotib, dam olib, qurilish ishlarini boshlaganmiz. Xudo xolasa, boshlaganmiz. Eksklyuziv ya'ni aka. Hali bu haqida hech kim bilmaydi. Men Murod Xonto'reyev rahmatli kelib, mana shu zalni ko'rib, qildim mana Cowboy zalini ko'rdim. Shohruh Cowboy devordim, uzr. Meni oldimda do'stim, akalarim ko'p. Undan keyin men mashinada yurganim yo'q, mana 5 yildan beri. Olib yurishadi. Investitsiyani noldan o'zim kirgizganman. Qancha endi ketdi sarmoya? Bu UFC kamari originalmi aka? Bu original UFC kamari va bu zalimiz birinchi o'sha 2018-yilda asoslangan Gektor House'da birinchi zali, ya'ni buni noldan qurib, bitkizib jihozlagan. O'zimni dizaynim, o'zimni g'oyam bilan mana shu joyda asos solganmiz. Gektor House'da 2019-yilda ochilishini qilganmiz. Ko'rgan bo'lsangiz 3 etajdan iborat. Birinchi etajda женский, o'ng tarafimizda, ikkinchi etaj murskoy, reception, mana shu narsalar hokazolar. Agar xohlasangiz operator bilan birgalikda tepalar ko'rsatamiz. Zo'r bo'ladi. Aka bu diplomlar hammasi? Bu diplomlar, ko'pi o'zimniki, qolgan Abdumalik trenerimiz bor ikkinchi etajda. Undan tashqari ba'da o'g'limning burchogi bor. Bu UFC kamari originalmi aka? Bu original UFC kamari. Original oltin suv yuritilgan original mana o'zi. Yaqinroqdan olib kelib bitta ko'rsating UFC kamarini bir original tilla. Temp ham o'ralgan, mana bularga qo'l ham qo'yilgan. Endi bu sir, endi topganga sovg'amiz bor. Kim UFC kamari kim qo'l qo'yib bergan va mana shu temp kimligini topganga sovg'amiz bor. O'zbekiston bo'yicha qo'rqmay aytaman, birinchi bo'lib UFC kamarini olib kelgan insonman. Qo'rqmay aytaman. Rahim Namoxon o'g'lim hozirda jiu-jitsu sirlarini o'rganyapti, asosan professional shug'ullantiryapman. Qoyilman aka, men ko'rdim kameralarda ko'rib, uzoqda bo'lsangiz, safarda bo'lsangiz, kameralarda shug'ullantiryapsiz. Shunaqa. Oldinga maqsad qo'ydingmi? Qoyil aka, biz xursandmiz. Shu darajada sportni targ'ib qilib, даже o'zingizni birinchi bo'lib o'zingiz farzandingizdan boshlaganingiz uchun aka men xursand bo'ldim aka. Aka men mana shu kungacha bo'lgan hayotimni shogirdlarimga, bir yaqinlarimga sarflagan bo'lsam, o'sha ozgina bir qanaqadir xatolik, kamchiliklardan keyin o'zim ustimda ishlab, faqat vaqtimni, umrimni sport sohasi bo'lsa ham o'g'limga sarflashga qaror qildim. O'shaning uchun hozirgi kunda faqat o'g'limga sarflayapman, harakat qilyapman. Ya'ni aka ichkarilar bir. Mana ketdik masa. Qo'yil aka, zallar ham shinamgina. Trenajyorlar texnajim, ya'ni bu ham Akopia, yolg'on gapirmaymiz. Xitoydan. Texnajim bu ham. Texnajim Shohruh ukamiznikidaqa emas. Lekin birga bir Xitoy Akopia. Bilasiz, o'zi Xitoy ishlab chiqarish bo'yicha, o'sha o'xshatish bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Mana shu trenajyorlarni 2019-yili olib kelib, o'zimiz borib Xitoyga borib olib kelib joylaganmiz. E'tibor bersangiz, zalda atmosferasi, muhiti, keyin eng asosiysi o'sha sportchiga kerak bo'lgan nafas. Yengil kislorod to'yintirilgan yengil nafas, chiller sistemada hamma yo'q ashrit qilingan holatdaligi uchun, yorug'lik yaxshiligi uchun Qo'qonda hozir ko'p sog'lig'ini qadriga yetadigan, o'zini hurmat qiladigan akalarimiz, ukalarimiz, opalarimiz, singillarimiz mana shu Gektor House'ga kelishyapti. Dilshod aka, bu orqada rasmda kim o'zingizmi? Bu rasmda o'zim, bu Photoshop emas, o'sha rasmda Amerikada qanaqa bo'lsam, adingadni birga bir formada bo'lgansiz. Xuddi shunaqa formada bo'lganman. Photoshop deyish mumkin bo'ladi. Mana hozir operator keling, yaqinroq olib kelib ko'rsating. Mana shu Photoshop emas, bu adingadni qilingan. Endi uni yaqinlashtirasiz. Qoyil. Bu aka zallarni hammasini qurish o'zingiz noldan qilganman dedingiz. Investitsiyani noldan o'zim kirgizganman. Qancha endi ketdi sarmoya? Sarmoya aytolmayman, sir, chunki men sarflagan pulimni hisoblashni yomon ko'raman-da, daftarga yozib qo'yaman. Agar sizga rosa zarur bo'lsa, daftarimni beraman, uyga borib hisoblab ko'rib, hisob qilgan aytib beraman. Chunki uni hisob-kitob qilish uchun 1 yil vaqtingiz ketadi. Rahmatli Murod Xonto'reyev O'zbekistonda ayig'i meni sportga kirishimga sababchi bo'lgan dedingiz. Haqiqatda shunaqami? Yo'q, meni bodybuilding sportga kirishimga sababchi bo'lgan ustozim Yunus Abdug'ani. Lekin o'sha o'qishda Andijon davlat tibbiyot oliygohida o'zim vrachlik sohasiga o'qiganman. 2005-yil kirib, 2014-yil bitirganman. Bitirib kelgandan keyin mana shu zallar, arendaga zallar ochib yurib, oxiri mana shu 2019-yil, 2018-yil qurilishni boshlaganman. 2019-yil mana shu Gektor House'ni asos solib, qurib bitkizganmiz, trenajyor olib kelganmiz. Mana shunda 3-dajimiz bor, yana ko'rsataman. MMA yo'nalishi bo'yicha. Mana shu MMA yo'nalishini ochganligimiz uchun vodiyda, unda Shohruhda ham masalan
professional MMA zallari yo'q edi. Murod Xonto'reyev rahmatli kelib, mana shu zalni ko'rib, qoyil uka, noldan qilgan bo'lsang, mana shuncha sharoitlar qilgan bo'lsang, bu zalda juda ham kuchli boyeslar chiqadi. Jahon chempioni, kelib UFC chempionlari ham chiqadi deb o'zlari kelib mana shu yerda lenta qirqib berganlar, o'sha videolari, kelib o'sha rasmlari qirqib berganlar. Zal sababli Murod akam bilan yaqin bo'lib ketganmiz. Aka-uka bo'lib, kelib har kuni xabarlashib, Qo'qonga kelsalar, to'g'ri biznikiga uyga borardilar. Bemalol o'tirib uyda choy ichib, restoran emas, uyga kelib birga choy ichib, o'tirib shug'ullanib, bolalarga motivatsiya berib ketardilar. Shu inson sababli bo'lib men MMA ga birinchi qadamni qo'yganman. Bo'lmasa meni MMA dan, sportdan xabarim yo'q edi. Trenajyorlarni bitta ko'raylik-chi, haqiqatda texnologik bu trenajyorlarni biz ham hali ozgina bo'lsa ham hali trenajyorlar bilan ishlaganmiz. Ha, ishlagansizlar. Ko'ramiz. Haqiqatda. Endi baribir bitta narsa bo'ladi, trenajyorni ishlatilishda mana metallar, mana bu narsalar hammasi pashtushda bir xil bo'ladi, lekin o'sha aerodinamika degan narsa bo'ladi. Agar mana shu sifatli troslar, sifatli roliklar, kerak bo'lsa oddiy plastmas rolik bilan temir rolikni farqi bo'ladi. Ishlash jarayonida. Aerodinamikasiga e'tibor berilsa, o'sha joyda aytib, o'sha zavodga aytib qo'ydirib ketilsa, kerak bo'lsa o'sha original bilan birga bir ishlashga nima qiladi. Ko'proq bizda Xitoyda zakaz qilinadi, trenajyorlarni arzonroq bo'lsin deydi, kerak bo'lsa har bitta buni ruchkasida ham yoki kojasida ham o'sha pulni ayash uchun, unga arzon bo'lish uchun byudjetli variant qiladi. Bu trenajyor ko'rinaveradi bir xil. Rangi bir xil, lekin uni sifati, uni metalidagi farqlari, troslari, roliklarda farq bo'ladi. Lekin aka men qoyil qoldim. Bitta joyda hamma yo'q mujassam, fitness, crossfit, kurash, xullas qanaqa sport bo'lsa, bu yerga kelgan inson borki, Gektor House-ga любой sportdan kelib shug'ullanib, bemalol. Bundan tashqari u tarafda 2022-yilda asos solganmiz, ya'ni crossfit zalni ko'rdingiz. O'sha zalning yonida 4 qavatli gastinsamiz ham bor. Bemalol o'sha yerda kelgan mehmonimiz yotib, dam olib, sauna basseynlarigacha bor, banket zonalarigacha bor. Shug'ullanib, bir kun vaqtini o'tkazsa ham bo'ladigan sharoit qilganmiz. Yo'q narsani o'zi yo'q. Qachonlar bu sizga bu g'oya keldi bu? O'tirib, o'ylab, mana shunaqa narsa qilaman. Yo'q, kimdir sababchi bo'lgandir, balkim mana shunaqa narsa qildi. Yo'q, o'zingizdan kelgan fikrmi aka? Yo'q, endi menga ko'pchilik aytayapman-ku, mana har qanday turgan akalarimiz, yaqinlarimiz fikr beradi. Men biznesmen akalar bilan yuraman. Qo'ldan kelgancha ular fikr beradi. Hozirgi kungacha, mana hozirgi kungacha bir vaqtlar o'sha zal ochilganda mashinada yurgan bo'lishi mumkin. 2019, 2020, 2021 joy yurgan bo'lsam, undan keyin men mashinada yurganim yo'q. Mana 5 yildan beri. Olib yurishadi. Demak, shofyor demoqsiz. Yo'q. Даже shofyorim ham yo'q. Men o'zi Qo'qon xalqi biladi, skuterda yuraman. 3 oyoqli qizil skuterim bor. Nomi Nexus, Lexus emas, Nexus. Nexusda olib yurishadi. Meni biznesmen akalar aytishadiki, ko'proq xalq nazaridan chekkada yur. Xalq nazarga tushib qolmagin. Nazarga to'g'ri sharoiting bor, puling bor, zo'r mashinada yurishni xohlaysan, zo'r restoranga borishni xohlaysan, lekin o'sha narsalarni ham Instagramga qo'yma. Odamlarda senga nisbatan boshqacha alamzada hissi yoki kimdir ko'rib boshqacha ko'z bilan qaraydi. Senga nazar tegib qoladi deb meni aytib yurgan yaqin akam bor, Burxon Nazarov, ya'ni o'sha Benazir brendi asoschisi. Meni biznes yo'limda ham, sport yo'limda ham, tadbirkorlik yo'limda ham eng kerakli sirlarni o'rgatib ketishadi. Chunki u kishimi mavqelari o'sha Toshkent bilan bog'langan, ya'ni обучениyalarga, o'qishlarga, har xil kurslarga borib o'qib kelishadi. Meni vaqtim yo'qligi uchun o'sha narsalarni aytib berishadi. Dilshodjon, mana bu narsaga rioya qilish kerak ekan, mana bu narsaga rioya qilmash kerak ekan. Mana bu sistemani qo'ysangiz, biznes rejangiz mana bunaqa 2 barobarga oshar ekan deb aytib ketishadi. O'shaning uchun hozir kungacha puli ko'p deyishi mumkin yoki zo'ja yo'q, meni pulim ko'p emas, mendan narzim to'q. Meni oldimda do'stim, akalarim ko'p. Maşallah. O'shaning uchun mana shu tushgan pulni to'g'ri, pul tushadi, daromad qilamiz, hammamiz hayotda maqsad yashash, daromad qilish. Mana shu daromadimni kunlik davomida kuniga investitsiya qilaman. Ya'ni mana shu zalda qilish uchun kuniga 1, 2, 3, 4 qilib qilguncha kuniga usta ishlatganman, kuniga mana shu deb pulni aqa sarflaganman. Hozir kunda ham yangi proyekt boshlaganman, ya'ni yana o'sha niyat qildim-da, mana Cowboy zalini ko'rdim. Shohruh endi, Shohruh Cowboy devordim, uzr, lekin o'zi Cowboy. Yo'q, lekin Cowboy desiz, Shohruh desiz ko'pchilik tanimaydi, lekin Cowboy desiz hamma taniydi. Lekin hammani ismi bilan chaqirish kerak. Shohruh Usmonov. Shohruh Usmonov qilgan proyekti menga juda ham yoqqan, chunki boshida qurib turganda aka deb ko'rsatgan. Olib kelgan trenajyorlar yanada yoqdi. O'shaning uchun men ham Qo'qonda sentrrog'iga, yaqinroq joyga, xudo xolasa
qurilish ishlarini boshlaganmiz. Xudo xolasa, ha, boshlaganmiz. Eksklyuziv ya'ni aka. Hali bu haqida hech kim bilmaydi. Men nima qilib yurganimni qayerdir qo'yaman, lekin chista biznes sohamni qo'ymayman. O'shaning uchun xudo xolasa yana bitta Qo'qon shahrida bomba katta zal, ya'ni o'sha Shohruh zalidan qolishmaydigan, nufuzli, hammaga xizmat ko'rsatadigan, bir vaqtda o'zida 100 ta odam shug'ullanadigan zalni o'zi qurish jarayoni boshlangan. Xudo xolasa aka ochilishiga chaqirasiz, o'zimiz kelib chiroyli qilib obzor qilamiz. Dilshod aka, men bitta narsangizga qoyil qoldim aka, men hali ham shuncha gapiryapsiz, miyamda aylanayotgan narsa, hozirgi ko'p biznesmen, umuman pul topayotgan insonlarni haqiqatda pul topayotganini avtomobilidan yoki mashinasini raqamidan ko'ramiz. Lekin aka skuterda yuraman dedingiz, men skuteringizni menga ko'rsatasiz. Qo'qon xalqi Dilshod akamni taniydiganlar bo'lsa, Dilshod akam haqiqatda skuterda yuradilarmi? Agar x bo'lsa, kommentariyada o'z izohlaringizni yozib keting. Lexus bas, Nexus aka. To'g'rimi? Nexus, rostdan. Chunki mana shu aytayapman, tushgan pulni investitsiya qilib, mana o'z zalim 2024-yilgacha ochgan bo'lsam, gostinitsalarni, crossfitlarni hammasi mana shu daromaddan tushgan puldan qilganman. Yig'inmaganman. Endi hozirgi yana ikkita zaldan tushib turgan pulni yana bitta zalga investitsiya qilyapman. O'shaning uchun meni hozirgi kunda shaxsiy avtomobilim yoki kimdir avtomobil olib berib, meni olib yurgan mashinam yo'q. Ha, men o'sha o'zim noldan qurib bitqizib ko'rganda o'shanda kayf qilaman. O'shaning uchun kayfimiz sindirmasligi uchun, kayfimiz uzoqqa qolib ketmasligi uchun, tezroq bitishi uchun men ikkita zaldan harakat qilaman.